Bolalarda oddiy hol kelishadi, mana menga mashinasi yoqdi. 100 ta yozib bergan. Nech pul qilib berasiz? Bo'ladigan. Biz shu yerda to'xtatamiz, akaganam. Xatga qo'yibsiz o'zi. Nima joyi o'zi bu? Nimaga 100 ta yozib bergan? U qo'lingizga ushlab olganingiz 15 vat, salkam 2 million beradi. Mana bu o'tirib hisoblashyapti. Hammasi. Naryoqda ham bor, uchinchisi. Men o'zim ham hisoblayman. Hamma narsani hisobi bordiki, yorug'likni ham hisobi bor, buni tushuninglar. Aytgan narsasini olib qo'yib tashavermanglar. Bu alohida ilm. Mana men o'zim ham hisoblab o'tiribman hozir. Xatga qo'yibsiz. Nimaga u joyga qo'yilyapti? Qanaqa danliligini qo'yish kerak? O'zi bizga maslahatini beramiz, tavsiyasini bizga beramiz. Bir 3-4 etapda. Birinchi faqat o'rganilinadi, hisoblanadi. Shunda pulingiz yoningizga qoladi. 100 ta emas, 70 ta olasiz. U o'sha olgan 15 vatdan emas, 7 vatlikdan olasiz. Demak, siz o'tda asosiysi lumen, yorug'likni o'lchash kerak o'tda. Xullas, aloqaga chiqsanglar, pulingiz yoningizga qoladi. Mutaxassis bilan maslahatlashgan holingizda faqatgina yutasiz.